Omiz bujmayib qolgan bo'lsa kerak deb yozibsiz asarim. Baby amdan chiqqaniga bir yosh 7 oylik bo'ldi baby. Amim ikkita joyi bujmayib, g'ijimlanib ketgan sarim. Bundoq qilib torta olmaysiz ham. Даже bu amimni shu bujmayib ketgan amimni o'zimcha ikkita chetini ukol qilib qanaqadir ishtirmoqchi edim. 1 yilda bir marta keladigan erga bir sikishganda sal ami basharat chiroyli ko'rinsin, o'sha padrushkam sal o'xshata olmaydi. O'xshata olmadi-yu, o'sha bujmayib ketgan amlarimga ukol qilingan joylari ishib двойной onasidan kirib ketgan sarim. Nima unaqa savol berasiz? Aslida bundan dahoy ham shunaqa jon g'ijimlanib ketadi. Masalan, siz ham tashog'ingiz, o'g'il bolasiz-ku, masalan, endi siz sikkanlarning hammasi bujmaygan. O'shancha am sikkanda ko'zni ochib qilib ili am sikkanda ili am yalaganda ko'zni hamma qilib ochib qilib yalash kerak emas. Ko'zni yumibsiz, hamma bujmayib ketgan ham sizga persikdek ko'rinadi. Tag'i sizni qo'tog'ingiz ham bujmayib osilib turadi. Sal ukol qo'ysiz, dumdam olib ishadi-da.